Soat nechi bo'ldi? Maktabga borish kerak. Hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan Regnuz. Hammaga salom. Video boshlanishidan oldin obuna bo'lib qo'yinglar. Men polsni yig'ishtirishim kerak. Birinchi ketmonni olaman. Qo'shni qalash yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Qo'shniga ham hayron salom bermaydi. Hadi bet qo'lim yuvaychi. Bo'ldi, endi polsni yig'ishtiramiz bolalar. Yaxshilab yig'ishtiramiz. Sabzilar qolib ketibdi-yu. Sabzilar qolmasligi kerak. O'zim meni o'ldiradi. Dadam o'ldirar bo'lsa. Obunachilar like ham bosishni unutmang. Men narsalarimni qo'yib maktabga borishim kerak. Men maktab qurdiribdi o'qish uchun. Men maktabni sotib oldim. Deymi hazil endi ko'raylik. Soat 1 bo'libdi. So'rash kerak. Telefonda bo'laman. Shunday so'raman. Ketdik. Endi maktabga ketdik. Bitta doyna turib maktabga. Soat mana 1 bo'libdi obunachilar. Ustoz uzra kechikdim. Nima qilibsan? Nega taroq kelgan? Boshqa takrorlardan yana bir marta shunday qilsan yomon qilaman lekin. Ustoz uzra. Darslaringni qildingmi? Bolalar endi nima qilamiz? Darsni qilmagandim. Qani daftaringni ber. Domla ko'rmay qo'yavering. Berdimi? Mana shan qilmay. Domla. Nega buni? Nimaga dasta qilmading? Appini yo'raman sen bolani. Rektorga aytaman. Kimni gapirsan meri? Ustoz nima deyapsiz? Bir bola qilib qo'yaman. O'tirjoyingga gap qaytma, maktabingni ol. Qilasan shu darslaringni. O'tir. Kitobingni ol. Ayamga aytaman. Esirayingga yap. Endi darsni qilamiz bolalar. Bir qo'shiq juda ham oson. Bog'chada o'rganganman. 2 bo'ladi albatta. 3 qo'shiq 2. Bolalar nitoqdan birgaman deydi. Endi 3 qo'shiq 2 bo'ladi. Yo'maydi, oson bog'chada o'rganganman, 5 bo'ladi. 6 qo'shiq 6, buni ham bog'chada o'rganganman. Bu kanishda 12 bo'ladi albatta.
Buni ham bog'chada o'rganganman, 10 bo'ladi. 7 oson bog'chada o'rganganman. 4. Haldaymi? Nima qopti? O'rnachilar ustoz yomon baland baqiradi. Bir balo qilib qo'ysin-da. Nimani pishirayapsan? Hech narsa ustoz. Uzr. Mana oling. Matematikada beraman hozir. Nasıl ishlaysan? Ustoz bo'ldimi? Ha, kebobken. Bo'lladim. Ustozdan baqiraveradi. Ustoz hozir bajaraman men. Keyin qaysi dars? Keyingi dars. Seni bitta joyga olib boraman. Ashitda ko'rasan. Nimalar o'rganishimizni. Mayli ustoz, men qilay. Xullas, bolalar birinchisi qo'shiq oson. Buni bilaman. 7 yoshli bola ham biladi. Bu 20 bo'ladi. 20 qo'shiq 20 bu bo'ladi 40. Bir qo'shiq 50 100 bo'ladi. Mana oson 100 qo'shiq 100 bu. 100 qo'shiq 30 bu. 60. Ha, ustoz. Bo'ldingmi? Ustoz bo'ldim mana. Bor, senga ruxsat ishga chiqib kel, usul to'kib kel. Chiqib ketgandir-a? Domla, bu yerda video ketyapti. Ha, uzr. İşga chiqib kelay. Maktabda orqasiga o'tib kelay. Telefonimni olaman. Düşmeyapti. Çağırıyor. Bunlar olsun. Çıkardım. Telefonumu. Nimalar chiqdi? Adamlar hech bola tushmadi ko'zingizga ko'ringan. Alo. Men seni sog'indim, yoningga bormoqchiman. Nima boray? Snickers yeyman. Snickers. Yuragimni yulib beraymi, yeysanmi? Yo'q. Snickers yeyman. Siz meni yaxshi ko'rmaysiz. Sevmaysiz. Yo'q, unaqa dema, men seni yaxshi ko'raman. Snickers olib boraman, mayli, kech tushib qoldim, men uyga borishim kerak. Bugun keling. Xo'p, boraman bugun. Mayli, xayr, o'chiryapman. Svetni yoqib qo'y. Nima uzoqlashib ketding? Nima qilib yuribsan? Ustoz kechiring, men uyga ketay.
Bor yo'qol. Bolalar bir balo qilib kirdik. Xullas. Shu bilan bolalar bugungi video tugadi, maktab seriali tugadi. Ikkinchi qismi ham chiqadi. Mana shu video 50 ta like yig'sa agar mayli, sizlar bilan uz bo'ldi bolalar. Mayli, xayr. Hammaga xayrli tun bolalar. Uje kechkirdi. Mayli. Xullas, mana shu video 50 ta like yig'sa keyingi qismi chiqadi bolalar. Mayli, video tugadi. Chiqadi agar 50 ta. Sizlar yig'olmasanglar kerak, lekin men ishonaman. Mayli.